Assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum qimmatlilar. Barchangizni fayzli barakatli visol oqshomimiz hamda Olimion restoraniga xush ko'rdik. Дорогие друзья, сегодня состоится очень красивая свадьба двух молодых, очаровательных, нашедших друг друга, влюбленных сердец Ahmadjon и Shabnamxon. Albatta shundan shakar to'yona fayzli barakatli duolarimiz inshaalloh qo'sha qarab o'zlaridan ko'payib Xudo agar xohlasa solih va soliha farzandlarni dadajonisi, onajonisi bo'lsinlar deb duolar qilib guldiroz to'yona qarsaklar chalamiz. Огромное спасибо, вдохновляет этот королевский свадебный дворец ресторан Олимион. Аплодисментами друзей и близких за вашу честь. Я объявляю самую красивую, самую желанную свадьбу 2022 года короля и королевы Ahmadjon и Shabnamxon открытым. Еще раз добро пожаловать в Шомадан. Шомадан in lahzahoyi shodi in to'yi xushro'yamon va har ikki mo'bushmo muborak bo'lsin. Endi bo'lsa marhamat o'tirish uchun ruxsat beramiz. Baxtli bo'linglar, taxtli bo'linglar inshaalloh. O'tirib olinglar. To'ylarimiz muborak bo'lsin. Qadri baland mehmonjonlarimiz uchun bugun albatta qudratlijonlarimiz, dadajonlarimiz, onajonlarimiz tomonlaridan fayzli barakatli dasturxonlarimiz ochilgan. Barchangizni yana bir bor xush ko'rdik deymiz. А теперь, дорогие друзья, я приглашаю